Assalomu alaykum Instagram parket kuzatuvchilari. Bugun yangi obyektimiz uyda egasi двухкомпонентный, ya'ni spesialni o'zini qo'shiladigan qo'shimchasi bor korachniy rangda bo'lgan kraskani tanlabdi. Hozir mana shuni berishlik jarayonidamiz. Xudo xolisa bu yerimiz 32 kvadrat chiqdi. Bu yerda yana bitta xonamiz bor, koridor bor. Bu yerni bitirib olganimizdan keyin bu yerdagi narsalarni bu yoqqa olib kirib turib, keyin qolgan yerlarni boshlaymiz. Instagram parketda yarışni davom etinglar, ishlarimizni qo'yib boramiz. Xudo xolisa bu polimiz bitta. Birinchi shpatilda kraskani berib chiqib 10 daqiqa kutib, keyin bir qator polirovka qilib polimizni bitkizdik, xudo xolisa.